Bardosh avtomobiliga ikkita 30 litrlik metan gaz balloni o'rnatib berilyapti. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, narx-navolari bo'yicha batafsil ma'lumot berib o'taman. Ikkita 30 litrlikda tag qismiga chiroyli qilib, mustahkam qilib o'rnatib berdik. Plankalarni, baquvvatini qo'yib, oldi jihozlariga 3-pokoleniyasini o'rnatib berildi. Salonda ko'rsatib turadigan datchiklari, oldi jihozlariga original Laydo Xitoyda ishlab chiqarilgan 1 yil kafolatga ega reduktorlar bilan o'rnatib berildi. Hid chiqarilmasligi uchun vakuum shlang va original dozatorlari bilan o'rnatib berildi. Kelsangiz, inshaalloh harakat qilib 2-3 soatda o'rnatib beramiz. Mana Bardoshni brendi, emblemasi, belgisi. Buni narxini 4,5 million so'mga ikkita 30 litrlik metan gaz ballon bilan o'rnatib berildi. Bizda yana bir Haval M6 ga 47 litrlik Belarusda ishlab chiqarilgan propan gaz ballonni termotrubkalari bilan mustahkam qilib o'rnatib berdik. Akalarimiz Buxorodan kelishgan, bizda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, ishonch bildirib, bizni servisimizga gaz o'rnatishni kelishdi. Mana kalibrovka kompyuter qilish jarayoni ketyapti. Buni azizlar kesalaring 2 soatda o'rnatib beramiz. Inshaalloh boshlansa 2 soatda o'rnatib beriladi bizda bunaqa avtomobillarga. Ish tajribamiz anchagina yuqori. Oldi jihozlariga o'sha italyanskiy Nordic AT Tamasi Tachili 09 bilan o'rnatib berildi. Sifati juda ham yuqori bo'lgan va vakuum shlang va bir metalik filtr bilan o'rnatib berildi. Hid chiqarmasligi uchun qo'yiladi bu vakuum shlanglar. Bu yerda filtr bo'ladi. Shuni ba'zida almashtirib turish kerak. Buni ichida 40 minglik, 50 ming atrofida turadigan filtr bo'ladi. Shu 3 ta bolt yechilganda ichida turadi. Buni har yoq almashtirganda yoki 5000 kilometrda almashadi. Blok boshqaruvini Yevropa gaz brendi Avansi 32 ga to'g'ri bilan o'rnatib berildi. Juda ham yaxshi bu sifatga ega bo'lgan kompyuterlarimizdan mana bu yoqqa joylashtirishdi. Farsunkasi bu qilishgan tagida o'sha har doimgidek 2 ohmlik italyanskiy rail farsunka bilan o'rnatib berildi. Buni narxini o'sha yagona darcha, bazaga kiritish, mana sentyabr oyidan baza ishga tushadi zapravkalarda, o'sha bazasiga kiritib berdik. Jamiki hamma dokumentlari bo'ldi, hech qayerga boshqa yugur qilinmaydi. 47 talik propan gaz ballon bilan hammasini original qilib o'rnatib berildi. Italyanskiy farsunka hammasi to'g'ri. 4,5 million so'mga o'rnatib berildi. Kesalaring sizlarga mana shunaqangi eng chiroyli sifatli qilib jihozlarni o'rnatib beramiz. Propan, metan farqi yo'q, kesalaring o'rnatib beramiz. Mana kompyuterlarimiz bor. Bu Tobolka, Gentraga, Nexusga original Basifa 24 ga 4 Yevropa gaz brendidan. Bu yoqda mana shu Yevropa gaz Avansi 32 ga 4 bu Tracker, Haval M6larga o'rnatiladi. Bu yoqda X reduktorlarimiz bor. Metanga 4-pokoleniyanniki eng sifati zo'r bo'lgan reduktorlarimiz. Dokumentlari qanaqa bo'ladi deyishadi ko'plar. Dokumentini shu o'rnatildi hujjatlari, akt isbitanasi, guvohnoma, sertifikatlar beriladi ballonlarda. Ba'zilar hozir yagona darajadan ruxsatnoma olib berishimiz, o'zimiz olib beradigan bo'lsak 150 ming so'mga olib beramiz. Biz o'zimizda beradigan dokumentdan tashqari, hujjatlardan tashqari bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, sentyabr oyidan metan propan zapravkalarda ishga tushadi, baza ishga tushyapti. O'sha bazaga registratsiya qilishimiz kerak. Chunki sentyabrdan уже gaz berilmaydi. O'sha bazaga ro'yxatga qo'ymagan bo'lsangiz, o'sha joylarga ozgina e'tiborli bo'linglar. Bazaga kiritish shart. Bundan buyog'iga. Bu Havala avtomobilimizga keldi. 2 soatda o'rnatib berdik. Hammasini original qilib mana Buxoroga ketishyapti. Akalar ishonch bildirib kelishdi, rahmat aytamiz. Siz jihozni tanlaysiz, biz o'rnatib beramiz. Jihozlarda har xili bor, har xil turli tumanlari bor. Borini borda, yo'g'ini yo'q deb aytamiz. Yevropa gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi.
10X avtomobiliga propan gaz balon narxi necha bo'ldi? Videoni oxirigacha kuzatsangiz, batafsil ma'lumotni berib o'taman. Bu 10X avtomobilimizga Belarusiyada ishlab chiqarilgan 47 litrlik tabletka balonni termo trubkasi bilan mustahkam qilib, chiroyli qilib o'rnatib berdik. Oldi tomoniga qo'yiladigan jihozlar bilan sizlarni qisqacha tanishtiradigan bo'lsak, reduktori italyanskiy AT09 Tomasetti Achille sifati juda ham yuqori bo'lgan reduktorimiz. Miyasi Yevropa Gaz brendi Avansi 32 ga 4 blok boshqaruv bilan o'rnatib berilyapti. Bir metalik filtr bilan o'rnatib berilyapti. Hid chiqarmasligi uchun tagumit shlankalari bilan o'rnatib berilyapti. Blok boshqaruvi Yevropa Gaz brendi Avansi 32 ga 4 mana modeli eng sifatli bo'lgan blok boshqaruvimiz, ya'ni miyasi. Farsunkasi italyanskiy rail 2 ohmlik tezkor farsunkalarimizdan. Azlar buni xuddi birga bir qilib ishlangan varianti, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan, ya'ni Xitoyda oddiy sexlarida ishlab chiqarilgan variantlari ham bor. Uni narxi arzonroq chiqadi, lekin baribir sifat doim hamma joyda o'z so'zini aytadi. O'shaning uchun aldanib qolmaslik uchun ozgina gaz o'rnatish uchun borganingizda jihozlarga e'tiborli bo'lishlaringni so'rab qolamiz. Buni narxini 47 talik tabletka propan gaz balon bilan 4.300.000 so'mga o'rnatib berildi. Bizda Captiva 3 avtomobiliga propan gaz balon 61 litrlik tabletkani zapaska joyiga tag qismiga chiroyli qilib o'rnatib berdik. Balonimiz Belarusida ishlab chiqarilgan, akamiz Toshkent shahridan kelishgan, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, ishonch bildirib kelishgan. Aka, xizmatlarimiz qanday ekan? Allohga shukr, yaxshi. Minnatdormiz. Joningiz sog' bo'lsin. Ishonch uchun rahmat. Mana gaz ballonlarimizni chiroyli qilib joylashtirib berganmiz, tag qismiga umuman ko'rinmaydigan holatga keltirilib. Oldi jihozlariga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, reduktori Turkiyada ishlab chiqarilgan ATSK reduktorlarimiz va atstoyniklari bilan o'rnatib berildi. Va ikkita emulyator injektorda doim ishlab turish uchun injektorga foyda ikkita emulyator bilan o'rnatib berildi. Buni narxini 61 litrlik propan tabletka bilan 3.200.000 so'mga o'rnatib berildi. Bizning manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida, Betonkadan kelishda Sardobadan Qovun bozordan o'tganda Gulistonni yo'liga 10 qo'lda to'g'ri 18 kilometr trassa bor. Va shunday kelib, mana shu ko'prikchadan kelib avtomobillaringga eng original jihozlarni Yevropa Gaz servisda o'rnatib ketishlaring mumkin. Mana bunday ariqni yonida joylashganmiz, juda ham so'lim kelib, bemalol yoshlikni eslab bir cho'milib ketsalaring bo'ladi. Bu yog'i Toshkentdan kelishda, ya'ni 20 talik most, yangi mostdan chapga Jizzaxga Betonkani yo'liga ketishda, to'g'ri Gulistonni yo'liga yurib, 15 kilometrda mana shu yerda bitta svetofor bor bu tomonda. Svetofordan o'ngga qayrilib 1,5 kilometrda mana bu joyda bitta qayrilib olish bor. Mumkin bo'lgan qayrilib olish. Mana shunday kelib, mana shu ko'prikchadan kelib, Yevropa Gazda gaz jihozlarini o'rnatib ketishlaring mumkin. Azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Biz birinchi qo'llardanmiz. Zero bosilgan likelar ko'proq odamlarga videolarimizni tavsiya qiladi, ko'proq insonlarga manfaati tegishini xohlagan bo'lar edik. Sizga ham shunday sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa yoki o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yevropa Gaz doim sizlarga sifatni tavsiya qiladi. Tanlovda adashmanglar.